Dostlar, bizning tog'in bir qonog'imiz ul Ilnat Parxulin. Ilnat nishqalar. Heybat Allohga shukr, xayrli ishlar. Hozir biz sening bilan o'ynab olamiz. O'yin narsadan iborat. Sening bo'lajak 1 minut vaqting. Ham shu 1 minut ichida sen savollarga javob berasan. Agarda javob bermaysan ekan, bu ishroqda jazo o'tayacaksan. Biz sening bilan hozir pari uyushtiramiz. Mening jazomning derak. Agarda sen vaqtida javob bera olmaysan ekan, 30 martaba ajrimaniya yasasan. Agarda javob bersang, men narsa. Agarda men javob beram ekan, men senga jazo berashakman. Kelishdikmi? Sen menga uni ayt. Aytirga tegishmini. Mana bundaga xalqning birarsini soylab olib, sen qutlov yozirga tegishib olasың yoshlar kuni o'ng'ayindan. Birar obuna olib, kelishdikmi? Obuna? Iya. Kelishdik. Tak, 1-2 sekunda merga bosdik. Uydan tishlarimni starterga ulgurmay chiqib shopsam. Men kunlar bo'yi yura olam. Mening suvutqichda har vaqt. Har vaqt morojniy bor. Men qo'y vaqt o'zimni urusham. Urusham agarda men noshar ko'rinsam. Mening siman bir yerga yuranir uchun. Bek ko'p ishlarga kerak. Bunaqa kirgach oyoq boshimning teshigi ekan ko'rsam. Solib qo'yam. Ikotnaga qo'ynar suvni uzib qo'ysalar. Solqin suvda shunam. Quyuq bo'lar uchun artistga. Ne deydi bo'lsa fishkasini o'ylab topirga kerak. Solli karyera boshlagandan so'ng men quvvat ko'proq ishlay boshlayapman. Meni fotoga chiqqanda gil yilmayam chunki men krasavchik. Durt yigit uzoq vaqt bir turkumda ishlasa. Kipish. Seyir so'rovlar. Nega fortepiano qora klavishlarga qaraganda oq klavishlar ko'proq? Bilmayman. O'xshaborlikqa kelsin uchun bo'lmani nindi tusga bo'yarga kerak. Kubalaklar g'oshiq bo'lganda ishlarinda narsa tuyalar. Sen hozir narsa tuyasan. 30 martaba ajrimaniya sinan illat. Haydi, yozsang. Birgalashib sonlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! İptaşlar, bu 100'ga qadar borala biz to'xtatamiz.